Assalomu alaykum, qadrli YouTube kuzatuvchilari, qadrli muxlislar. Sizlar bilan 6 sinf darsligi bo'yicha mavzular bilan davom etamiz va sizlar bilan demak 3-mavzu bo'yicha, ya'ni hayotiy shakllar bo'yicha mavzuni ko'rib ketamiz. Demak, biz boshlaymiz. Dastlab hayotiy shaklga ta'rif beradigan bo'lsak, o'simliklarni tashqi muhitga har xil shaklda moslanishi bu hayotiy shakl deb ataladi. Hayotiy shakl asosan gulli o'simliklar uchun xos bo'lgan eng asosiy tarkibiy qism, xususiyat hisoblanadi. Demak, hayot shakllar daraxtlar, butalar, yarim butalar, ko'p yillik o'tlar, 2 yillik o'tlar va 1 yillik o'tlarga bo'lib o'rganiladi. Dastlab daraxtlar bo'yicha gaplashib ketadigan bo'lsak, daraxtlarni o'rganadigan fan bu dendrologiya fani hisoblanadi. Daraxtlarga ta'rif beradigan bo'lsak, demak, daraxtlar tanasi yog'ochlashgan, asosan bitta yo'g'on tanali, keng shox-shabali, baland bo'yli, ko'p yillik o'simlik hisoblanadi. Daraxtlar bir-biridan guli, mevasi, to'p guli, tanasini eni, bo'yi, shox-shabbasi va qancha yil umr ko'rishi bilan farq qilib ketadi. Misol uchun oladigan bo'lsak, ba'zi o'simliklar bir-biridan shox-shabbasining tuzilishi bilan farq qiladi. Olma, o'rik, yong'oq, shaftoli kabi o'simliklarimizning daraxtlarining shox-shabbasi yoyiq hisoblanadi. Archa, terak, qarag'ay kabi o'simliklarniki esa g'uj va tik bo'ladi. Shamshod, sadaqayrag'och, majnuntol kabi o'simliklarniki esa sharsimo holatda tuzilgan bo'ladi. Bundan tashqari daraxtlar bir-biridan necha yil umr ko'rishi bilan ham farq ketishi mumkin. Xususan mana ajda daraxtini ko'rib ketdik, 6000 yilgacha umr ko'rishi mumkin. Yoki mana Afrikada o'sadigan baobab daraxti bor. Ular 4000, 5000 yilgacha umr ko'rishi mumkin. Soxtakashchalar 2000 yilgacha, qarag'ay daraxti 300 yillik, 500 yilgacha, o'zimizning madaniy o'riklar esa 70-100 yilgacha umr ko'rishi mumkin bo'ladi. Demak, bir-biridan daraxtlar shu xususiyati bilan farq qilib ketadi. Keyin esa butalarga ta'rif beradigan bo'lsak, butalar demak bo'yi 2-3 metrdan oshmaydigan, bir nechta poya yoki tana hosil qiladigan, shoxlangan va ildizdagi qo'shimcha kurtaklardan yangi novda hosil qiladigan ko'p yillik o'simliklar, ular butalar hisoblanadi. Butalarimiz yovvoyi bo'lishi mumkin, madaniy bo'lishi mumkin. Yovvoyi butalarimiz asosan tog' yonbag'irlarida, yaylovlarda o'sishga moslashgan bo'ladi. Bularga demak zirk, namatak, uchqat, toblig'i, irg'ay kabilari misol keltirsak bo'ladi. Madaniy butalarga esa anor, limon, qoraqat, nassarin, ligistrum kabilar misol bo'lishi mumkin bo'ladi. 3-hayot shaklimiz esa yarim butalar. Yarim butalarimizga ta'rif bersak, o'z nomidan kelib chiqsa ham bo'ladi. Tanasining yarmi, ya'ni pastki qismi yog'ochlashgan bo'ladi, yuqori qismi esa o'tsimon sulgan bo'ladi. Shuning uchun ham sovuq paytda tanasining yuqori qismi sovurib ketishi mumkin bo'ladi. Cho'lda havosini yaxshi bilamiz, kecha juda ham sovuq bo'ladi. Shu holatda tanasining yuqori qismi sovurib ketishi mumkin bo'ladi. Asosan yarim butalar cho'l mintaqasida o'sadigan izen, keyruk, tereskin, shuvoq kabi o'simliklarda misol keltirsak bo'ladi. Uchinchisi esa bu ko'p yillik o'tlar hisoblanadi. Bunga ta'rif beradigan bo'lsak, ko'p yillik o'tlarni tanasining yuqori qismi qishda qurib qoladigan, lekin o'sish kurtaklari tuproq ostida qishlaydigan o'simliklar ko'p yillik o'tlar deb ataladi. Bularga demak lola, shirach, kovrak, oshanin piyozi, gulsafsar, shirinmiya, yalpiz va shunga o'xshagan bir qancha o'simliklarni misol keltirsak bo'ladi. Bulardan hayot shakli ko'p yillik davom etishi mumkin bo'ladi. Ikkinchisi esa 2 yillik o'tlar hisoblanadi. O'zini hayotini 2 yil davomida tugatadigan o'simliklar 2 yillik o'tlar hisoblanadi. Bularga demak lavlagi, sabzi, rediska, turib, shirin, sigir quyruq kabi o'simliklarni misol keltirsak bo'ladi. Bu o'simliklar urug'idan ekilgandan so'ng birinchi yili to'p barg hosil qiladi va ildiz meva hosil qiladi. Ikkinchi yil esa poya chiqaradi, gullaydi hamda meva urug' berishi mumkin bo'ladi. Mana shular 2 yillik o'tlar hisoblanadi. Hayot shakllaridan eng katta hajmni egallaydigani bu 1 yillik o'tlar hisoblanadi. Deyarli yer yuzasida hayot shakllarining teng yarmi 1 yillik o'tlarni tashkil qilib beradi. 1 yillik o'tlarimiz yovvoyi bo'lishi mumkin, madaniy bo'lishi mumkin. Yovvoyilarga demak oqshora, jag'jag', machin, qoray tuzum, balxko'z kabilarni misol keltirsak bo'ladi. Madaniylariga demak g'o'za, pomidor, qalampir, bodring, mosh, no'xat, loviya, makkajo'xori, oqjo'xori shular jumlasiga kirib ketishi mumkin bo'ladi. Bu 1 yillik o'tlarimizni vegetatsiya davri juda ham qisqa bo'ladi. Shu o'rinda vegetatsiya davriga ta'rif berib ketadigan bo'lsak, nima u vegetatsiya davri? O'simliklarni urug'dan urib chiqib,
gullab, meva berib, o'zini hayotini tugatgungacha bo'lgan davr vegetatsiya davri deb ataladi. 1 yilga o'smagan vegetatsiya davri faqat 1 yil davom etishi mumkin bo'ladi. Bu 1 yillik o'tlar bir-biridan balandligi bilan farq qilib ketadi. Xususan mana bo'yi 1 metrdan oshadigan 1 yillik o'tlarimiz bor. Kanoq, kanakunjut, makkajo'xori shular qatoriga kiradi. Yoki mana momaqaldirmoq, qo'y tikani kabilarni oladigan bo'lsak, ular asosan o'zini hayotini faqat o'sha 1 yil davomida, ya'ni 5-20 santimetrgacha ko'tarilib, o'sib 1 yil davomida amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Demak, mana shular hayotiy shakllar hisoblanadi. Demak, biz bilan qoling, keyingi mavzular bundan ham qiziqroq bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.